В главной роли Арнольд Шварценеггер. «Терминатор 2. Судный день». В фильме также снимались Линда Хамильтон, Роберт Патрик, Джо Мортон и другие. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Germaniya brendi bo'lmish Kerher brendiga tegishli bo'lgan Vestator modeli, ya'ni ruchnoy qo'lda tozalaydigan plisosimizni bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz va men hozir sizlarga qisqacha ma'lumot va narxlarni video oxirida aytaman. Va hozir birinchi navbatda plisosimizni ochib olamiz. Xo'p, shu plisosim ichidan birinchi navbatda o'zini qo'llanma daftarchasi va shunaqa ajoyib dizaynda bo'lgan o'zini bu shunaqa trubkasi, ya'ni temiri. Va asosiy ushbu plisosimizda katta rol o'ynaydigan plisosim o'zi, ya'ni motori ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqa ajoyib dizaynda bo'ladi. Va asosan nasatkalari, ushbu nasatkamiz uchan nasatka. Va asosiy nasatkasi gilom, pol, parketlar uchun bu shunaqa o'zida shotkali va machalkali nasatkasi, ko'rib turibsizlar, universalniy. Va 21.6 quvvatga ega akkumulyatori. Va o'zida yana xuddi shunaqa shotkali nasatkasi ham bor ekan, o'zini ham ochib ko'rsatamiz. Yana qo'shimcha nasatkalari chiqdi. Mana plisosimizni ham ochib oldik va hozir plisosimiz haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, shu plisosimiz lition akkumulyator bilan jihozlangan va sizga to'liq zaryadda 30 minut, ya'ni yarim soatgacha xizmat beradi. Va hozir mana yana qo'shimcha funksiyalarini sizlarga o'rgataman. Birinchi navbatda akkumulyatorni sog'ib olamiz. Ko'p shunaqa neobishniy tarzda akkumulyatorlari suqiladi. Va ushbu plisosimizda ikki xil rejimi bor. Ya'ni obishniy rejimi, ya'ni qo'lingizda bosib turib ishlatasiz va yana orqasida mana ko'rib turganingizdek boost tugmasi bor. Ushbu tugmasi, ya'ni tezkor rejim hisoblanadi. Va men doimiy ezib ishlatmayman degan mijozlarimiz uchun mana o'zida caps lock degan tugmasi bor. Ya'ni bu tugmani bosib qo'yasiz, siz qo'lingizni ezmasangiz ham o'zi avtomatik tarzda tortib turaveradi. Va endi tozalashlariga keladigan bo'lsak, tozalashlari oson tozalanadi. Ko'rib turganingizdek mana tagida ochadigan tugmasi ezib turib olinadi, ko'rib turganingizdek. Va mana shu joyimizda ham tugmasi bor. Bossangiz mana ochiladi. Qoqib bemalol changlarni qoqib ishlatishingiz mumkin va tozalayman degan mijozlarimiz uchun, yuvaman degan mijozlarimiz uchun mana ichidagi nasatkalar ham chiqadi. Yuvgan taqdiringizda faqat 100% qurib keyin qo'yishingiz kerak, chunki ho'l holatda ishlatish mumkin emas. Ichida o'zini yana xuddi shunaqa filtrlari bo'ladi, ya'ni changni motorga o'tkazib olmaslik uchun ushbu filtrlarni ham qoqib turasizlar. Va o'zida orqa tomonida ham, so'zimiz orqa tomonida ham filtri bo'ladi, ya'ni o'zidan changni chiqarib olmasligi uchun filtr qo'yiladi. Ushbu filtrimizni ham har tozalaganingizda qoqib yaxshilab chiroyli holatda saqlaysizlar. Va qo'shimcha nasatkalarga keladigan bo'lsak, asosiy nasatkasi, katta nasatkasi ko'rib turibsizlar, ya'ni gilomlarga, parketlarga ham ketaveradi va pet brush nasatka ko'rib turganingizdek o'zi xuddi shunaqa shotkalari bor va soch, gilam, chevarchilik qissalarining iplarini ham olish juda oson. Va yana qo'shimcha nasatkamiz divanlarga, mashinalarga, pardalarga ham ishlatsalar ham bo'laveradi, ya'ni ikki xil rejimda ishlaydi. Xuddi shunaqa chotkali. Mana ichida yana o'zida xuddi shunaqa ikki xil rejimda ishlatishlari mumkin bo'ladi. Va burchak nasatka, ya'ni ushbu katta nasatkalarimiz kirmagan joylarga xuddi shu burchak nasatkadan foydalanishlar mumkin bo'ladi. Va o'zini trubkasi ko'rib turganlaringizdek bemalol ishlatsalar ham bo'laveradi. Va kripleniya ko'rib turganlaringizdek ushbu moslama kripleniya deyiladi. Bu narsa siz devorga qatirib qo'yasiz va sizga plisos xalaqit qilmasligi uchun xuddi shu ko'rinishda ilib qo'ysangiz bo'laveradi. Va akkumulyatorimizni zaryad oldirish uchun xuddi shunaqa zaryadchiklari mavjud bo'ladi.
Kafolatiga keladigan bo'lsak, Kirher brend tomonidan 1 yil ofitsialniy kafolat beriladi va narxini siz imzolaringiz uchun chegirma narxda $210, ya'ni 2560 ming so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa original plisoslar arzon narxda kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qila olasizlar. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Yaqinlarga jo'natib qo'ying.